Assalomu alaykum, Bobo dehqon guruh a'zolari, yurtpadoshlar. Bugun biz Andijon viloyati Bo'z tumani Ozod massividan olyapmiz navbatdagi reportajlarimizni. Bugun 2025-yil, necha bugunchi islov? 19-iyun sanasida. Hozir mana yerda 10 ming tub pomidor ekilgan Ozod massivida. Ota nima bu pomidorlar? Tonna F1 ekan. Mana hozir yaqinroq ko'rsataylik. Mana misollar. Juda ham hosili ko'p bo'ladigan pomidor ekan bu. To'g'risi birinchi ko'rishim bunaqa pomidorini o'zim ham to'g'risi hayron qoldim. Shunaqa navlari bor ekan-da mana. Bakidan ko'ra hosili ko'p. 10 ming tub ekilgan ekan. Akalar. Qachon ekilgan bu dehqon aka? Ancha bo'ldi ekilganiga. 14-kuni ekilib, 2,5 oydan oshdi. Ko'chat qayerdan oldinglar? Sotib oldinglarmi buni ko'chatini? O'zimiz chiqardik. O'zinglar chiqardinglarmi? Uyda, ha? Mana qilib makka ham ekib chiqish kerak ekanda bunga. Makkaning nima foydasi bor buni? Salqin qilib beradi-da mana qilib, ha? Shunda opni urmaydimi ekan? Buni oxiri ko'rinmayapti buni. Uzuni yer shekliga borasa ham. Pomidorlarni ko'ringchi, qayeri yaxshi bo'lgan. Dehqon aka, yuringchi. Mana hozir ko'rsatavering-chi bo'lsam, oldirog'ingizni. Qanaqa ishlovlar bo'ldi bunga? Suv qanaqa bo'ldi? Dori qanaqa bo'ldi? Qanaqa dorilar solinadi bunga asosan Taydan? Ammafos bilan kali soldi. Ammafos bilan kali, ya? Qanaqa tartibda? Kavlabmi? Qayerga? Yo, ariq ichigami? Yoniga. Ha, mana yerga ko'm chiqildi. Mana ikkitaning o'rtasiga ko'm ko'mildi. Ikkita pomidorning o'rtasiga ko'milgan ekan kenama. Bunu qaranglar, F1 tonna F1 ekan. O'ta ham bir hosildorlik zo'r pomidor ekan. Karbamid ko'm chiqildi buning orasiga. Keyin yana arig'iga qo'shimcha yana suvlarni, nimadirlar oqqizildimi suvlarida? Kal oqqizilar ekanda. Oldin ham ekanmi deylar bundan? Yo'q, endi deylik. Birinchimi? Mana hosil qaranglar mana. Qachon uzasizlar? Uji kelib qopti, uji dikta qizarib qopti-yu. Bir haftada uzamiz. Bir haftada uziladi. Bir haftada pomidor uzilar ekan akalar. Mana sekin yuramiz, sekin boshlayverasiz, ko'rsataverasiz bizga. Mana pomidor o'ta yuqori. Hosildorligi zo'r, yerni suyibdi. Mana shu bittasi qancha chiqadi? Tortib ko'rdilarmi hech? 300 gram. 300 gramdan chiqyapti. Значит, bu 3 tasi 1 kilo degani. Qancha tonna berar ekan bu yerdan? Asha nimadan? 1 gektaridan. 1 gektaridan. 100 tonnagacha hosil kutaverasizlar, ha? Mana. Mana bu pomidorni qaranglar mana, jigarlar, kattaligini qaranglar mana. Bu 400 gram ham chiqadi-yu bu. Mana. Haqiqatda yer suyib yoribdi. Yer suyib yoribdi. Nihoyatda yer suyibdi boru. Mana hosildorlik o'ta yuqori. Ko'z tegmasin. Mana. Dehqonni chinakam mehnatida bu. Haqiqiy mehnat ketgan bu yerda. Juda katta mehnat ketgan bu yerda mana. Mana. Alloh beribdi mana, Xudo beribdi mana. Mana shunaqa gaplar akalar. Bir haftalarda uzilar ekan. Pomidori juda ham yuqori. Yaxshi. Hozir yana qanaqa ishlovlar beriladi bu yerga? Hozir bu pomidorga yana qanaqa ishlovlar beriladi? Endi ishlovlar yana bir marta tagiga kali solib suv oqizish kerak. Ha, kali qanchadan solinar ekan? Qanchadan soldinglar? Bir paqirdan. Bir paqirdan qanchasiga? Bir paqirdan bittadan gapga solib. Eritibmi yo tayyor quruqmi? 3 kun soptirib, 3 kun sepdilaringmi? 3 kun sepildi. Kali degani sarg'ish, qizg'ish dori, shakarga o'xshagan. Bittaga to'zi necha metr uzunligi o'shanda? 300 metr. 300 metr bosh og'irgacha. Boshdan oxirigacha 700 metr. O'ta katta yer ekan, 700 metr bo'lsa. 300 metrga bir paqir dori ketdi. Zo'r bo'pti unda. Undan oldinchalik selitra solishadi odamlar, haligi sulfat amonin solinadi. Ikkitasini orasiga 100 gramdan ko'mildi. Ha, bu ikkitasini orasiga 100 gramdan ko'mildi. Piyalachada. Karbamid ko'milmadimi? Karbamid bilan selitra aralashtirib. Ikkovini aralashtirib ko'mgansizlar, ikkovini 100 gramdan qilib. Pomidor mana o'ta haqiqatda yuqori akalar.
zo'r bo'pti. Inshaalloh Alloh xudo xolasa yaxshi pulga sotiladi. Eksportga oladiganlar bo'lsa, o'sha nimalarga bir ko'proq tonni oladiganlar bo'lsa, biror haftalarda aloqaga chiqsa bo'lar ekan sizlarga. O'sha vodiydan sizlarga bir aloqaga chiqsa, pomidorlar mana o'ta yuqori bir sifatli ekan. Bironta bir qurti ham yo'q mana akalar, qaranglar mana qurti yo'q. Eng muhim hali nimasi? Silliqda endi bir silliq. Birontasini uzumdek ko'rsatib bera olasizmi? Yo'q, hali uzilmagan bironta. Men birontani uzib ko'rsatib beringchi, agar uzilmagan bo'lsa mana. Mana. Beringchi. Katta pomidori pishibdi o'zi mana. Yaxshi, dog'lari ham yo'q. Sifatli, eng muhimi chiroyli. Alloh barakasini bersin. Mana shunaqa dehqonlarimiz bor ekan mana. Biz Ozodda ham, mana Ozod, ya'ni Bo'zda ham aytadi-ku. Dehqonchilikda baraka ko'p deb. Alloh barakasini beribdi mana. Hosildorlik o'ta yuqori ekan. Ko'z tegmasin iloyim. Ana shunaqa gaplar, babo dehqonlar. Dehqonimiz juda kam gap ekan, u bilan suhbatlashishni ham imkoni bo'lmadi. Endi dehqon ko'proq mehnatda bo'ladi-da, umri shu mehnat bilan band bo'ladi. Ko'p ham gapirib nima bera olmaydi dehqonlar. O'zini nimasini kamdan kam aytadi. Mana qaranglar. Yerni suyibdi. Juda zo'r. Endi bu ichkariga kirgani nima qilmadik, bu palaylar qaytarilish kerak ekan. To'g'risi. Mayli, omon bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, dehqonlar, dehqonchiliklarga Alloh baraka bersin, tinch bo'linglar.